Salom bolajonlar. Kayfiyatingiz yaxshimi? Hoynahoy bizning quvnoq qahramonlarimizni sog'inib qolgan bo'lsangiz kerak. Qani ketdik, ularning qiziqarli sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Pochta kelganga o'xshaydi. Qani borib ko'raylik-chi? Katta quti ekan. Yozuvi ham bor ekan. Qani o'qib ko'raylik-chi? Ehtiyot bo'ling, sinmasin. Aha, tushunarli. Qutida shisha yoki chinni buyum bo'lsa kerak. Uni ehtiyot qilib yetkazish kerak. Qani ketdik unda. Ha. Men pochtachi mimoman. Pochtalarni eltaman. Bo'sh vaqtimda ko'p marta surat chizib turaman. Bugun pochtam nozikroq, hushyor bo'laman biroq. Egasiga eltaman, so'ngra yengil tortaman. Voy! Qanday qilib chuqurni ko'rmay qoldim. Essiz, pochta singan bo'lsa-ya, endi nima qilaman? Hoy Mimo, nega xafa ko'rinasan? Nimasini aytasan? Bugungi pochtam nozik buyum edi. Aksiga olib men chuqurga tushib uni sindirib qo'yganga o'xshayman. Mimo, balki buyumlar sinmagandir. Yo'q, qattiq qoqildim, aniq singan bo'lsa kerak. Balki pochtani ochib ko'rarmiz. Shunda singan yoki sinmaganini aniq bilib olar edik. Yo'q, aslo, bu mumkin emas. Unda nima qilmoqchisan? Yaxshisi, pochta egasiga bo'lgan voqeani aytib, undan uzr so'rayman. Men bilan birga borasanmi? Ha, albatta. Qani ketdik unda. Mana nima bo'ldi? Pochtamiz sinib qoldi. Bundan do'stim Mimoning ko'zlari yoshga to'ldi. Endi nima qilamiz? Pochtani olib boramiz. Bo'lgan ishlarni aytib, aybimizdan olamiz. Salom bolalar, kelinglar. Salom xonim, sizga pochtangizni olib keldik. Qanday ajoyib. O'zim ham intiqlik bilan kutayotgandim. Qani bera qolinglar. Faqat bir muammo bor. Nima? Qanaqa muammo? Yo'lda kelayotganimda chuqurga qoqilib ketdim. Shu payt qutidan shisha ovozlari eshitildi. Menimcha, quti ichidagi buyumlarga zarar yetgan bo'lsa kerak. Meni kechiring. Bolakay, shoshmasang-chi. Oldin qutini ochib ko'raylik. Vazalar juda ajoyib. Hech qayerga shikast yetmagan. Isming nima, bolakay? Ismim Mimo. Mimo, sen juda to'g'ri so'z va ajoyib bola ekansan. To'g'ri so'zliging tahsinga loyiq. Barakalla, bolakay. Pochta uchun esa alohida rahmat. Voy, qanday ajoyib. Sizga ham rahmat. Yaxshi qoling.